Assalomu alaykum, hurmatli Yakkabog' avtotuning kuzatuvchilari. Yangi Cobalt mashinamiz keldi. Bunga qilib berilgan ishlarni abitsopkalar o'ziniki nikl yaltiroq bo'ladi. Bularni olib tashlab, Redline abitsopka dashi Chevrolet emblemasiga chiroyli qilib karbonlar yopishtirib berdik. Bunga oldiga ko'k sonsazachitamizdan tortib berdik. Quyoshdan himoya qilishi hammasi zo'r. Dianli lomar sonsazachitasi. Bu oldilariga ham tortib berganmiz. Chiroyli ko'rinishlari. Qilingan ishlar, salon laminatlari glansli, ham dianli qilib, hammasi chiroyli qilib tortilgan. Dashi avtomat skorost cheklarini nikl joylariga ham laminatlarimizdan tortib bergan. Chiroyli qilib paroglar, dashi shitlarga ham laminat tortib berganmiz. Sabab yosh bolalar chiqib kraskalar qirilmasligi uchun yosh kattalar o'shalar uchun tortib bergan va orqalarga chiroyli qilib salon laminatlarini tortib, orqalariga mana tonirovkalardan tortib berganmiz. Xudo xolasa amerikanskiy chiroyli tonirovkalarning ko'rinishlari normalda effekti zo'ridan. Bu o'ziniki 30% bo'ladi. 30% da ko'chadan bemalol ko'rinadi. O'sha ko'rinmasligi uchun chiroyli qilib tortib beramiz. Ko'rinishlari chiroyli. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Har doim xizmatlaringizda.